Aka, jinnimisiz? Tushib ketsangiz bilasiz nima bo'lishini, aka. Bilaman, tushib ketmayman. Titanikning bosh momentini eslaysanmi? Qaysi? А теперь открой глаза. Я лечу. Джек. Bratcha, Titanik kinosini juda ko'p ko'rgan ekanlar-da. Bo'ldi, aka, qo'lni tushiring. Romantikani buzdingda. 114 yil oldin ayni shu yo'nalishda Yevropadan Amerikaga Titanik yo'l olgan, bilasanmi, ukajonim? Yo'q, aka, men qarang, cho'kkan joyga boramiz ham o'zi. Cho'kkan joyga taxminan bugun 4-kun bo'lsa, kechqurun soat 2larda o'sha joyda o'tadi. Rostdan. Точно o'sha joyda. Aka, ani Rolls bor-ku, Ha. ani ko'k rang, ani sersalik spochkasini cho'kkan joyga otib-yoradi-yu, kalla tashlab olib chiqib berasizmi o'shani? O'ylab ko'rish kerak, ukajonim. Uka, undan ko'ra men manzarani bitta подписчиklarimizga ko'rsatib olgan, yoqsa yurechani qizartirib qo'yishsin. Kun sovuqdi, unda qalin kiyib olganman. Mana buni qaranglar. Futbolkada. Abdurahmon aka, menga qarang, Uka, sovqatmayapsizmi? uni qo'yma. Ha. Imon qaynayotgan joyini ko'rsat. Qaynayotgan joyini ko'rsat. Voy. His qilish kerak. Ichidan his qilish kerak. Lekin bilyapsizmi, aka? Ha. Mana shu suvni ovozi, keyin mana buni tomosha qilishi o'zi bor. Chizuvni qara, oyiq quyosh tushib turgan joyini Qani qara. qaranglar, quyosh chiqyapti, ko'rasizlar? Go'zallik. Anta bor, uxlayotgan sheringlar amati bor. O'shada. Qilish kerak, lazzatlanish kerak. Miyani bor, reaniyani massaj qilyapti-da, mana bu. Miyani charchoqlarga pashon yuboradigan kayfi bo'ladi. Lekin ukam Antarktikada maza qilib yurgan odam bu yerda nimaga sovqatadi? O'shada. Mana ikkalasini ham ko'rsatib qo'y. Ha, qaranglar. Cho'milishyapti mana bular. Bular qaynoq suvda o'tiribdi. Lekin bor, kruzga chiqish kerak. Haqiqatdan go'zal. Akalar, mana bu cho'tiq odam qo'rqityapti-yu. Qaranglar, kunuz ma'lumot chiqar ekan, Atlantika okeanida Hanta virus degan kasallik chiqdi. Shuni oqibatida 3 kishi o'libdi, akalar. Biz Atlantika okeanida ketyapmiz-da. Abdurahmon aka, kunuzni ko'rdingizmi, aka? Ko'rdim. Hop, U bunaqangi katta kema emas. Kichkina обычный, u Argentina, Janubiy Afrika tomonda yurgan kema. Bizaniki aka, xavotirsizmi? Yo'q, bizaniki top-toza. Bu ukam, yagona kema Atlantika okeanini polni kesib o'tadi. Ana qirg'oqlardan yurmaydi boshqaga o'xshab. Xavotirsizda. Qarachi, xavotir endi oldida. Bugun kechqurun Titanik cho'kkan joyga boramiz. O'shada. Kunuz bizani qo'rqitib qo'ydi-yu. 3 kishi o'libdi deydi. Sal odam xavotirga tushib qoldi. Mana-da bizda Atlantika okeani-yu, Hanta virus. Aka, men ma'lumotni bilarmidingiz? Titanikda почти 80% odam o'lib ketgan-u. Ko'proq 3dan 2 qismi o'lgan. Ha, ko'proq nimadan o'lgan bilasizmi? Suvdan. Suvdan-da. Cho'kib o'lgan. Suvchi -2 bo'lgan ekan-da. -2 mi даже? Ha, 0.5 turdim. Yo, -2 ekan. Atlantika okeanida mana. Bizaniki ham minusmi hozir? Hozir ham xuddi shunaqa. 0 gradus deyman men. Men ja minus demayman, minus bo'lsa muzlash kerak-ku, to'g'rimi? Lekin biza onasini aytsan shunaqa -2 da ham cho'mil Yo'q, olmiz. hozir bitta yomon xabar aytdilar Abdurahmon akam. Issiq suvni ishlab chiqaradigan apparatim nima deydi? Moslamasi ishdan chiqibdi. Buzilib qolgan. Seriozni? Qolgan, ha. E'lon qildi. E'lon qildimi? E'lon qildi. Buzilib qolgan. Dushga kirsang hozir bo'lmaydi. ishlamaydi. Bugun sovuq suv. Dushga kirsang sovuq suv уже. Nima aka ishlamaydimi? ishlamaydi ekan, bilmadim qanchada tuzatishar ekan, qarachi. Eng qizig'i bor. Qara cho'milamiz. Titanikning hayoti boshlandi. 6-7 soatdan keyin Titanik cho'kib ketgan joyga boramiz. Shunaqa. Mayli. Qilamiz. Salomon yetib olaylik shu qilib. Men bu yerdachi hamma chiqib oldi-da tashqariga. Mana qaranglar. Kit. Otabek aka. To'g'rosdan kit. Hozir chiqadi. Qani. Lekin kitni umrimda ko'rmaganman, reanni bor-ku. Chiqib qolsa osiliga ko'rsamiz. Qani? Mana qaranglar. Hammasi yugurib keldi.
Lekin men uchini ko'rdim, aka, uchini bor. Просто telefon chiqarib video olishga uspet qila olmadim-da. Chiqaqo, kit. Kit bo'lma unaqa. Kit ekan. Kit ekan, yo'q, mana. Kit ekan, boshqa. Menimcha bo'ldi. Chiqmasa kerak. Lekin men ko'zim bilan ko'rdim. Ana ko'rdinglarmi sizlar ham? Qaranglar. Yaqinlashtiraman. Yuk olib ketadigan kema to'g'rimizga ketyapti. Kattaligini qarasanglar-chi uni ham. Короче, bir qarab qolsam, mana shunaqa kemirib o'tib ketib qoldi. Faqat bizamiz ham yo'q. Mana shunaqa katta kорабльlar bor ekan, qaranglar. Lekin u bizdan qolib ketyapti, bor. Endi bu yuk tashiydiganda sekinroq yuradi. Lekin men bunaqa o'zimizdagi kорабльni ko'rmadim. Faqat shu yuk olib ketadigan kорабльlarni ko'ryapman. Nimagaki biz boshida aytganmiz-ku. Atlantika okeanini suzib o'tadigan yagona kema mana shu. Bundan boshqasini men ko'rmadim, to'g'risi. Bunaqa yuk tashiydiganlarni ko'ryapmiz. Lekin odam mazax cho'mildi bor. Bugun kun yaxshiroq. Issiqroq. Otobek emas, sekin ketyaptilar. Sovuq ekan bor-ku.